atiga 35 ming so'mga qanday qilib qish kunida xonadonni ko'mir kacholi isitishyapti? Hozir bu savolga to'liqroq javob olamiz. Andijon viloyati Paxtabod tumanidamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sizlar aka, sog'ligingiz yaxshimi? Charchamasdan aka. Akamizni xonadonlaridamiz, Paxtaboddamiz aka. Albatta. Aha. Kachol xarid qilgansiz, Teplaidealdan aka. Qanaqa isitishlari bo'lyapti aka? Rasxod qanaqa bo'lyapti? Hop. Bunkerini to'ldiramiz. Aha. Hop, to'ldirilgan bunkerini ham salkam 2 sutka yoqamiz. Balkim 2 sutga yetyapti bitta zapravka. Bitta zapravka bilan. Aha. Qanaqa ko'mir yoqyapsiz aka? O'zimiz mahalliy ko'mir, angren ko'mir. Mahalliy angren ko'mir yoqyapmiz aka. Nech pul aka? Summasi odamlar qiziq. Bir tonnasi 350 mingdan olganmiz. Bu degani kilosi 350 so'mga to'g'ri kelyapti aka. Bitta to'ldirishimiz 100 kilo. Bu degani 35 ming so'mga 2 sutka xonadonni isityapmiz aka. Bu realni nima? Yolg'on yo'q. Istakkan odamsiz aka. Bundan tashqari hozir issiq suv olyapti ekanlar. Hozir mana Paxtabod bo'yicha mutaxassis Yashnarbek akamiz juda ham ko'p kachol xarid qilganlar. Teplaidealdan aka, to'g'risi qancha kachol qo'ydik? Teplaidealdan. Xo'p. Bu mavsumda bir bor 20 tacha bor. 20 Bu mavsumda o'zida. Shu mavsumda. Endi ofisni oladigan bo'lsak, sanog'i yo'q. Necha yildan beri tanishimiz aka? 10 yildan beri. 10 yildan beri tanishmiz. Bo'ldi aka. Qanaqa sistema qilingan? Albatta hozir issiq suv ham olyapmiz deyapmiz aka. Odamlarga tushuncharoq bo'lsin aka. Bir qator mikrofonda o'sha tushuntirib bersangiz ham bo'ladi aka. Kacholimiz uyda isitadi. Aha. Endi cho'pli polda isityapti, radiatorda isityapti. Bu kosvenniy bo'llariga issiqlikni beryapti. Ya'ni teplobmenlikdan. Suv aralashmaydi. Faqat issiqligini beradi xolos. Aha. Ya'ni sanuzelda suvga. Hammomdan foydalanadigan suvga. Demak, biz natijada olyapmizki, mana kosvenniy bo'lar o'chib turibdi. Tokka isitmayapti suvni. Tokka isitmayapti hozir. Kacholdan teplobmenlik orqali issiq suv olyapmiz. Kacholdan olyapti. Endi u degani qish mavsumida, umuman qish mavsumida 4 oy yoki 3 oy, sredniy 3 oy bo'lsa, tekinga issiq suv bo'lyapti. Shu narsa bizga eng qiziqarli tomonlari shu. Bo'ldi aka. Hozir ham 35 ming so'mlik ko'mir bilan xonadon isityapti, ham tekinga kosvenniy bo'lar qo'yib turib, issiq suv ham olyapmiz. Bemalol hammom, oshxona uchun ishlatsa bo'ladi aka. Kacholimiz avtomat kachol berganmiz. 25 kilovatli shturka bilan samimiyat ishlab chiqar ekan kacholimiz. Bunkeriga zapravka qilamiz. Aqlli miyasi bo'ladi o'zini. Bitta gradus qo'yib qo'yamiz. O'sha gradusga qarab ko'mirda o'sha vaqtini qo'yib qo'yganimizni olib kirib o'zi zapravka qilib beraveradi. Hozir yonishini ham bir qator ko'rsatamiz. Kacholni o'chirib qo'ygandik. Hozir hoka ko'mir yoqyapmiz degan aka mahalladan bergan. Xudo xolasa kacholni ishga tushirdik. Bemalol yirik ko'mirni ham olddan solib yoqishyapti. Pol avtomat qilib ishlatishsa ham bo'laveradi, ya'ni qulaylik. Bu misol uchun kattaroq o'tin bo'lishi mumkin. Ko'mirlarimiz yirigi bo'ladigan bo'lsa, oldidan solib qo'yib turib, shinakda o'chirib qo'ygan holda bemalol foydalansak bo'ladi. Aka, kacholimiz ma'qulmi o'zi? Albatta ma'qul. Uylarimiz issiq. Uylarimiz issiq. Kechasi turib, og'ira bo'lib, ko'mir solib bo'lyaptimi aka shunaqa? Yo'q, faqatgina bir marta solinadi, shu bo'yicha. Unaqa qaytib bezovta bo'linmaydi. Hozir mana kacholni ichkariga qo'yibsiz aka, qanaqadir tutab, ko'mir hidi bo'lib, shunaqa holat bo'lyaptimi aka? Yo'q, u tomondan muammosi yo'q. Unaqa muammo bo'lgani yo'q aka? Yo'q. Bergan pulingizga rozisiz aka? Albatta. Aha, bo'ldi aka. Andijonda, Paxtaboddamiz. Bemalol sizlar ham Teplaidealga murojaat qilib, kachol zakaz qilsanglar ham bo'ladi. Dastavkasigacha bepul, asosiysi garantiya bor, 2 yil to'liq, servis ham 2 yil bepul xizmat qilib beramiz, xudo xolasa. Pastki raqamlarga aloqaga chiqinglar.